Assalomu alaykum, Gulniso xonim, qanaqa ahvolingiz? Alaykum Gülnar. Yaxshi rahmat. O'zingiz qandaroq? Men yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar va aziz ko'rurmanlar. Amerika Uyg'ur akademiyasining o'rinlashtirishida biz bugun Indiana universitetining Markaziy Yevroosiyo tadqiqot fakultetidagi oliy lektor doktor Gulniso Nazarova xonim bilan suhbat o'tkazamiz. Gulniso xonimni men oldi bilan bir qisqacha tanishtirib o'tay. Gulniso xonim Qirg'izistonda tug'ilib, oilasi bilan keyin O'zbekistonga ko'chgan. Ham shu yerda o'sib yetilgan. To'liq o'ttirini bitirgandan keyin oliy maktabni Rossiyada rus til adabiyoti bo'yicha tamomlagan. 2005-yildan tortib ta hozirgacha Gulniso xonim Amerikadagi Indiana universitetida Uyg'ur tili o'qitishi va tadqiqoti bilan shug'ullanib kelyotdi. Qani qolgan tafsilotlarni biz Gulniso xonimning o'z og'zidan anglaylik. Gulniso xonim, siz o'zingizni ko'pchilikka qarindoshlarimizga yana bir qatim tafsilroq tanishtirib bersangiz. Rahmat. Bo'ladi Gülnar. Men shu siz aytgandek 2005-yili shu Indiana universitetiga kelib Uyg'ur tili o'qitishni boshladim. Shu chaqda bu Amerikadagi diasporada muzokaralar bo'lib ketgan, shu O'zbekistondan bir xonim kelib Uyg'ur tilidan dars o'tibdi deb. Endi albatta meni hech kim tonimaydi, vatandan chiqmagandan keyin shunga men uchun bu bir yaxshi fursat bo'ldi. Shunda fursat yaratib berganinglar uchun rahmat. Men o'zimni shu bir tafsiliy tanishtiray. Men shu siz degandek Qirg'izistonda tug'ilib, O'zbekistonda cho'ng bo'ldim. Shu mening ota-onam shu 50-yillari, dadamning oilasi 55-yili, onamning oilasi 59-yili. Ular shu vatandan, ya'ni G'o'jidan Sovetga chiqib ketgan. Endi ular dastlabda Qirg'izistonda joylashib, shu ota-onam to'y qilib, uyda 3 bola tug'ilganda oilada ular O'zbekistonga ko'chib ketgan. Shu chaqda dadamdan nima O'zbekistonga ko'chib ketdinglar, Qirg'izistonda qolmay desam, ular chiqqanda endi tilni bilmaydi. Qirg'izistonning aholisi shu ruslashib ketganka, o'z tilini bilmaydi, yerlik Uyg'urlar ruscha so'zlaydi ekan. Biz til jihatdan qiynaldik dedi. Keyin O'zbekistonda Toshkentda bir og'aynisi bor ekan dadamning. Shu 50-yillarining 5-ida chiqib shu O'zbekistonga yerlashgan ekan. Shu kishi taklif qilib, dadam O'zbekistonga berib, shu Toshkentni ko'rib, shunchaki yaxshi ko'rib qoldi, uyalandi. Endi men kelganimda deydi, bu birinchi kelganimda shunda bir vatanga kelgandek his qildim o'zimni. Qarsam bu o'zbek oilalari bizning oilalarga o'xshab ketadi ekan, bularning tili, urf-odatlari. Shuna mishada yashag'im keldi deb, shu Qirg'izistonga qaytib, shu bizni ilib, shu O'zbekistonga shu ko'chgan ekan endi. Shu men maktabni, o'rta maktabni, to'liq o'rtani shu Toshkentda, Toshkent o'zida emas, bir chetida bir yezida o'qib, 1982-yili universitetga o'qishga tushdim, lekin O'zbekistonda emas, Rossiyada. Shu chaqda biz endi imtihonlarni Toshkentda bergandik. Shu Rossiyadan, shu universitetdan bir professor kelib, shu imtihonlarga qatnashib, o'ziga o'quvchilar tanlagan ekan. Shu men imtihonlarni yaxshi bergachga, meni oldimga kelib, shu Rossiyaga berib o'qishni xohlamsan deb so'raganda, voy meni ota-onam ruxsat bermaydi. Endi men yosh maktabga 6 yoshda chiqqandim, shu chaqda 16 yoshdaman endi. Dadam kelsin, men dadam bilan bir so'zlashay dedi. Shu uyga kelib, dadamga desam, shu onamni qarshab ketdi, yo'q, kichkina qizg'onni Rossiya qanday avatimiz deb. Dadam bilan ikimiz keldik, institutga kelib, men maktab qo'risida o'tiribdim. Qarsam dadam ayol bilan gaplashib chiqibdi. Balamni bir do'konga berib, sana bir chimodan olaylik deydi. Hayron qoldim. Bordigan bo'ldimmi desam, ha. Bu yaxshi universitet ekan. Yolg'iz bormaydi ekansan. 15 o'quvchi bor ekan, billa O'zbekistondan deb. Shunaqa qilib bir chimodonni setib oldik. Chimodonni ko'tarib, uyga kelsak, onam ko'rib, yana bu ish bo'ldi deb. Shuki dadam endi yolg'iz bo'lmaydi ekan, ansirash hojati yo'q. Endi berib o'qib kelsin. Rus tilini o'rgangandan keyin shu Rossiyada o'rgangan yaxshi-da.
Şuna qilib 87-yılı o'qishni bitirib, qaytib keldim. Men qaytib kelib 2 yil maktabda rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lib ishladim. Ondan o'zim shu kichikimdan tortib shu Uyg'ur tiliga qiziqib cho'ng bo'lgandim men. Keyin dadam, balam sen shu Uyg'ur tilini cho'nqurroq o'rgansang, shu bir to'qib qo'shsang, shu Uyg'ur shunoslikqa men sendan texnik faxrlandim deb. Endi men shu bir turtki bo'ldi-da, lekin O'zbekistonda bir maktabmi yo'q, bir universitetmi yo'q, endi bir markazmi yo'q, Uyg'ur tilini bir tadqiq qilma desangiz. Kim mening ta'limga yarasha bizning bir cho'ng dadamizning ayoli akademiyada ishlaydi ekan. O'zi cho'chaklik tatar, lekin ko'p shu O'rta Osiyoning hamma turkiy tillarini biladi, Uyg'urchasi nihoyat yaxshi, Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek tillarida shu sifatlarni o'rganib chiqqan bu ayol. Va meni dadam yetlab shu ayolning uyiga apadi. U ayolning ismi Hamidova Anvarxon opam va men bu ayol mening hayotimda nihoyat cho'ng rol o'ynadi desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki men uchun rost bu ayol bilan uchrashish bu mening hayotimni o'zgartirdi desam bo'ladi-da. Bu ayol meni ko'rib bakmi xush bo'lib ketdi. Shu Uyg'ur yoshlarida mana shunday qiz chiqib, yosh qiz chiqib Uyg'ur tilini shu tadqiq qilib o'rganaydi, shu yeniga berishimizni ko'rib nihoyat rozi bo'lib ketdi mendan. Va Olmaotaga berib Uyg'urshunoslik instituti bor. Shu yerda shu yerning direktorini men taniyman, men bir xat yozib beray. Shu yoqqa berib shu kishi bilan ko'rishib, shu bir ilmiy ish, bir ilmiy tema ilib qaytib kelib, bu yerda birga ishlasak bo'ladi degandi. Shunda qilib shu ayolning bir gapi bilan dadam menga avtobusning biletini ipadi, u chog'da avtobusga qatnaydi. Shu bir kechada Olmaotaga bordik. Shu kechda o'tirib Olmaotaga bordim avtobusda. Endi u yerda hech kim tanımayman. Tanishlarimiz ham tuqqanlarimizni bordi, lekin u chog'da telefonlar yo'q, unda adreslarini bilmaydik. Keyin tuqqanlarni shu professor orqali topdim-da u yerda. Shu vokzalda avtobusdan tushib bilan bu oilaga telefon qildim. Bu Xo'jahmat akam uyda yo'q ekan, ayoli bor ekan. Olma qadam. Shu fursatdan foydalanib men yana Olma qadamni tilga olmoqchiman. Bu ayol menga ko'p yordam berdi-da, men Olmaotaga kelganda. Shu meni ko'rmasimi, tanımasimi, menda telefonda meni Anvar opam avatdi desam, falonchi avtobus tushib uyga keling dedi, adresni berdi. Shuna qilib men bularning uyiga to'g'rislarning uyiga bordim. Berib endi o'ylasam botirkanman endi shu chog'da. Men universitetni endi bitgan yosh bir qiz endi qo'rqmay shu professorning uyiga ham beribdiman men. Shuna qilib bu ayoli meni mehmon qildi, paranlashdik, ondan Xo'jahmat akam ishdan keldi. Shuna qilib bu kishi bilan uzoq suhbatlashdik va men o'zimni bu yoqqa kelganimdan, Olmaotaga kelganimdan nihoyat xush bo'ldim, chunki hayotim butunlay o'zgardi-da mening. Shuna qilib 89-yil aspiranturaga kirdim, 88-yili berib shu professor bilan ko'rishib, uyga qaytib imtihonlarga tayyorlik qilib 89-yil qaytib Olmaotaga rasmiy aspiranturaga o'qishga tushdim. 92-yili dissertatsiyamni yoqlab men O'zbekistonga qaytdim. O'zbekistonga qaytib to'y qildim, qizim tug'ildi, 2 yil uyda o'tirib qoldim. Biz uchun bu muhim, ayollar uchun. 94-yildan boshlab men shu Toshkentda Sharqshunoslik instituti bor. Hozir Sharqshunoslik universiteti bo'ldi. Shu yerda Uyg'urshunoslik bo'limi bordi. Bu bo'limning rahbari, direktori Isroil aka Rozbakiyev degan kishi. Shu 94-yildan 2005-yilgacha 11 yil men shu institutda ishladim. 2005-yili Amerikaga keldim. Rahmat, nihoyat yaxshi tafsili tunishtirib berdingiz. Men texnik dastlabda bir qiziqib qolgandim bu to'liq o'tiri maktablarning hammasi rus tilida o'qib, keyin universitetda rus tili adabiyotini kasb qilib o'qigan bir professor keyin qanday bo'lib Uyg'ur tili tadqiqoti, Uyg'ur tili o'qitishi bilan shug'ullanadigan yer kelganda
qiziqqandan nəhayət yaxşı sözləb berdiniz. Demək, sizin ata-ananızın türtkisi həm özünüzün qiziqishi, onundan başqa yana universitetni bitirgan chaqda yozgan dissertasiya maqolangizni rus tilidagi bilan Uyghur tilidagi bağlığıcılarni selishtirish degandek shundoq asoslar bo'lg'achqa siz yana hargiz to'liq kursni bitirib xizmatga chiqqandan keyin to'xtab qolmay aspirantlikcha doktorlikcha o'qib mushu yerga kelibsiz. Endi men o'ylab qoldim shu Olmaotadagi siz o'zingiz aspirantlikda o'qigan maktab ham shundoqli shu yerdagi bizning olimlarimiz, tadqiqotchilarimizni bir tanıştırıp bersangiz, ondan başqa yana o'zingiz 10 yil ishladim dedingiz O'zbekiston Toshkentdagi Sharqshunoslik institutida. U yerdagi shu xizmat jarayoningizni bizga ozroq so'zlab bersangiz. Menimcha biz vatandan chiqqan ko'p qarindoshlarimiz O'rta Osiyodagi bundaq tadqiqot o'rinlarini ya biladi ya bilmaydi. Shu bir ma'lumot bersak. Rahmat. Gülnar, bu siz so'ragan savol albatta tabiiy kelib chiqadi. Bu ruscha maktabni bitirib, universitetni Rossiyada bitirib, qanday bo'lib Uyg'ur tili o'qituvchisi bo'lib qoldi-da. Men hozir shu to'g'riliq ozroq bir so'zlab o'tay. Demak, mening birinchi o'qituvchim onam bo'ldi endi. Dadam Uyg'ur tilini o'tib qolmanglar deb chin turgan bilan, lekin qalamni qo'liga elib, shu harflarni o'rgatgan endi onamda. Shu biz kichik vaqtimizda onamning bir daftarchisi bordi. Shu yerga onam o'zi yaxshi ko'rgan naqshlarni yozib qo'yardi. Naqsh aytishga bak omroqdi, o'zining ovozi chiroyli edi. Shu daftarchisini ko'rib, men bak havas qilardim bu Uyg'urcha harflarga. Nima chiroyli mojandek bir-biriga ulanib keldi. Biz maktabda bu kirilcha, slavyancha o'rganamiz. Nima farq qiladi bu xatlar? Hatta şu anam qarindoshlarga xat yozatdi, vatandagi qarindoshlarga. Men shu yeniga kelib olib qarab turatdim. Shu anam mening kelganimni ko'rib, shu menni o'rgatasizlarga, sizlar Uyg'ur bo'lgandan keyin buni bilishinglar kerak deb, hamma bolalarni shu o'tag'izib, shu rasmiy bizga dars o'tganda bir daftarchini elib, shu eliblarni, shu elibdan o'zi qo'lida yozib, bir so'zlarni yozib, qisqa jumlalarni yozib, ondan qisqa bir hikoyalarni o'zi qo'lida yozib, o'chog'dan uyda bir kitobni yo'q, hech qanday bir materialni yo'q, shunday qilib meni savodimni chiqargan. Endi ikkinchi o'qituvchim mening Anvar opam bo'ldi. Anvar opamni menga men shu 88-yili berib, professor bilan tanishib, qaytib kelib, bir yil imtihonlar tayyorlik qildim dedim. Shu jarayonda shu bir yil ichida men shu Anvar opamdan nihoyat ko'p narsani o'rgandim. Endi u ayolning kutubxonasini cho'l yaxshi kutubxonasi bordi. Shu yerdan asarlarni ko'rib, ham shu Uyg'urcha, yana shu yozishni, o'rganishni davom qilib, men endi ko'p kitoblarni o'qib, texnik yaxshiladim-da Uyg'urchani. Keyin siz degandek, men sizga burun deb bergandim, shu universitetda o'qishni shu bitirish oldida men shu dadamga bir maslahat solgandim-da, o'sha bir diplom ishini yozishim kerak. Men shu bir Uyg'ur tilini bir selishtirib yozib baqsam desam, dadam men xush bo'lib ketgandi. Shuna qilib, keyin bu o'qish bitirish maqolasining endi mavzusini tanlashga kelganda professorim desam, u kishini xush bo'ldi. Yaxshi bo'ladi, bunday ishlarni bizning o'zbek o'quvchilar qilib boqqan, sanmi qilib boq dedi. Shunda qilib men Uyg'ur tilidagi, endi Uyg'ur tili va Uyg'ur va rus tilidagi sintaksisni endi bir chiqayli, bir o'rganayli deb qo'shma jumlalar va bog'lovchisi bilan shu ulangan jumlalarni o'rganishga qaror qildik. Shu chog'da hozirmi esimda Turg'on To'xtamovning Oq yig'in degan romanini elib, shu yerdagi hamma shu va bog'lovchisi bor jumlalarni men ko'chirib, ham rus tilida bir romanni elib, shu qo'shimchasi rus tilida endi. Shuni elib men selishtirib chiqdim, analiz qilib chiqdim, albatta professorning yordami bilan. Va bu diplomni yaxshilaganda biz endi yaxlaydik o'chog'da diplom ishlarimizni. Shu chog'da nihoyat yaxshi inkaslar bo'ldi, yaxshi fikrlar bo'ldi. Shuni davom qilsam, aspiranturada qolsam deb Rossiyadan takliflar bo'lgandi. Lekin men shu ota-onamni sig'inib, yo'q, men shu O'zbekiston qaytaman, o'qituvchi bo'lib ishlasam, maktabda bir o'qituvchi bo'lsam, shu ota-onamni endi turay deb
men qaytib ketgandim. Belki mana mening shu yozgan bu birinchi bir ilmiy ishim bo'ldi-da. Shu menga bir ruh berdimi, men qila olay ekanman deb, shunga men qo'rqmay, shu endi yo'lga mandimda bir Uyg'ur tilini tadqiq qilay degan yo'lga. Shuna qilib aspiranturaga men 89-yili keldim. Bu institut to'g'riliq azroq so'zlab bering dedingiz. Bu institut 86-yili qurilib ekan. 86-yili qurilib ekan. Men borganda 3 yil bo'lib ekan. Shu yerda nihoyatda ko'p Uyg'ur olimlarini ko'rdim. Hamda u chog'da bu institutda hozir o'lsam bir 30 yil bo'libdi buningcha. Shu chog'da tilshunoslik bo'limidan boshqa yana tarix va etnografiya bölümü, edebiyat bölümü batdı. Ve men bu yoqqa kelib, shunday ko'p olimlarni ko'rib xush bo'lgandim. Endi u chog'da hozirmi menimcha Olmutda bu shu Uyg'ur ilmining bir markazida O'rta Osiyoda. Shu gerçi men bu o'zimning ilmiy ishimni professor keyin akademik bo'ldi. Shu akademik Sadvaqasovning qo'lida boshlagan bo'lsammi, lekin bu kishining qo'lida yaxlashga nasib qildi. Bu kishi 91-yili olamdan o'tdi. Endi olamning o'limi degandek, bu biz uchun Uyg'ur xalqi uchun nihoyatda cho'ng bir yo'qotish bo'ldi. Endi shu chog'da men bu kishining shogirdi yig'lab ketgandim. Endi bu institutning taqdiri nima bo'ladi? Bu yosh olimlarning endi ilm qilinadigan aspirantlarning taqdiri nima bo'ladi? Uyg'ur xalqining taqdiri nima bo'ladi deb ansirab ketgandim. Endi bu kishi shu chog'da shu Uyg'ur institut faqat Uyg'ur institutining emas, shu Uyg'ur ilmining Uyg'ur xalqining bir to'riki bo'lgan desam mubolag'a bo'lmaydi-da. Shu keyin men shu dissertatsiyani yozib tugatganda men akademik Qaydarov degan bir olim bor edi, 90-chi kirib tugab ketdi. U kishi o chog'da Uyg'urshunoslik instituti emas, Qozog'iston akademiyasining tilshunoslik institutining direktori edi. Men shu kishining qo'lida dissertatsiyani yoqladim. U kishi o'zi qozoq bo'lsa-mu, lekin nihoyatda kuchli Uyg'urshunos edi. Men hamda shu yillari shunday bir nihoyatda cho'ng olimlar bilan shu ishlab, ularning ta'limini shu ilishga muyassar bo'ldim. Shu o'zimni nihoyatda talaylik hisoblayman. Bu olimlardan boshqa yana bir kishini tilga olgim kelyapti. Tug'luqjon aka Talipov, bu fonetika bo'yicha nihoyatda cho'ng bir mutaxassisdir. Va u kishidan nihoyatda ko'p ta'lim olganman. Ruhlari shod bo'lsin, bu mening ustozlarimning. Ve şu çağda, şu 80-ci yılların ahiri, 90-ci yılları şu Qozog'istondagi qozoq ve Uyg'ur yoshlarning qandaqdir bir bilimga intilish bir ruhi bor edi. Bu ruh nihoyatda kuchli edi. Menimcha shu davrlarda shu yosh olimlar nihoyatda ko'p chiqqan. Agar shu chog'da Xo'jahmet akam shu tugab ketmagan bo'lsa, texnik ko'p olimlar chiqar edi deymanda. Hozir mana Xo'jahmet akamning shogirdlari hozirmi shu Olmutda ishlaydi. Anglasam, men endi 92-yili bitirib ketdim. 96-yili bu institut taqilib Qozog'iston akademiyasining Qashidagi Sharqshunoslik institutining markaziga aylanibdi. Ve hozirmi shu olimlar shu markazda ishlaydi. Ve men shu yerda shu o'qib yurganlarimda boshqa qozoq olimlar bilan tanishdim. Yana o'zimizning Oblat Kamolov ustozimiz bilan tanishdim. U kishini ko'pchilik taniydi. Shu men uchun bu nihoyatda bir muhim yillar edi-da, shu aspiranturada o'qish, bitirish, dissertatsiyani yoqlash. Shu chog'da endi qaysi temani tanladingiz deb so'rasangiz, men Olmutaga kelganda bu institut shu tilshunoslik bo'limida bular Uyg'ur tilining har xil qatlamlaridagi so'zlarini tadqiq qildi ekan. Masalan, endi bizning rus tilining ta'siriga uchragan va ba'zi qatlamdagi so'zlar iste'moldan chiqib ketgan ekan, ham davomli chiqib
chiqib ketadigan endi ishlari yuz berdi-de endi shu. O'zgarish bo'lib turdi. Shunday qilib bular shu chog'da Uyg'ur bog'banchiligida ishlatiladigan shu terminlar, so'zlarni bir olim o'rganib dissertatsiya yozib ekan, Uyg'ur yemak-ichmaklarini, Uyg'ur hayvonotlarga oid hayvon nomlarini o'rganib chiqqan olimlar bo'lgan ekan. Shunga menga endi siz Uyg'ur o'simlik dorilarning nomlarini bir o'rganib chiqsanglar. Shu chog'da vatanda ikki kitob chiqqan ekan, yaxshi Uyg'ur milliy tibobatiga bag'ishlangan. Bu so'zlarning ko'pi iste'moldan chiqib ketdi. Bularning o'rniga ko'pchilik ruscha so'zlarni ishlatyapti. Shunga mush tatlarni o'rganib chiqsangiz deb, men shu o'simlik dorilarning nomlarining kelib chiqishini, ularning etimologiyasini, tuzilishini, shularni bir analiz qilib chiqdim. Qimmatli bir yaxshi tadqiqot deymiz ekan-ku. Günler siz yana bu Sharqshunoslik instituti to'g'riliqni so'zlab bering degandingiz. Azroq shu to'g'riliqni so'zlab beray. Men shu 94-yili shu institutga endi Uyg'urshunoslik bo'limiga ishga kirganda Uyg'ur tilidan boshqa yana o'zim turk tilini o'rgandim. Chunki shu chog'da men bir cho'ngroq ish qilay deb O'zbek, Uyg'ur, Qozoq, Olmaotada 3 yil turib men qozoqchani yaxshi o'rganib qaytdim-da endi. Qozoq va turk tillarini, endi 4 tilni qo'shib, shuning leksikologiyasi deymiz, so'z boyligini selishtirib o'rganib chiqmoqchi bo'ldim-da. Ve şuna Türkiye tillar o'qitish bu tillarni birlashga, shu Türkiye tillarni o'qitish metodikasidan dars bersimizda mana tilshunoslikqa kirish, tilshunoslik nazariyasi ve Türk leksikologiyasi degan kurslardan ders o'tdim men. Ve ko'p ilmiy konferensiyalar, yig'inlar bo'lganda, o'sha turkiy tillarni selishtirib, men bir dokladlar bergandim. Mana shu chog'da to'plagan material, endi shu o'rganganlarim, shu Indianaga kelganda menga bir asos bo'ldi-da, bir cho'ng yordam bo'ldi menga. Chunki bu yerda Uyg'ur tilidan boshqa, bu bizning fakultetda qozoq tilini, o'zbek tilini, qirg'iz tilini o'rganadiganlarmi bor. Men bu yerda faqat Uyg'ur tilidan emas, yana O'rta Osiyo madaniyati degan bir kursni o'qiyman. Bu bakalavrilar uchun shu O'rta Osiyoni tanishtirish ve bu milletlerning madaniyatini bilgashga, tillarini bilgashga mana bu ancha tas emasda ve bu yerdagi aspirantlar kelib şu Qozoq, O'zbek tilini o'rganadiganlar, O'rta Osiyoni o'rganadiganlar kelib mendan maslahat so'raydi. Men xush bo'laman. Shunday qilib Toshkentda o'rganganlarim, Olmaotada o'rganganlarim, albatta hozir mana shuni bu dars berishim endi shundan kelib chiqdi, shu yerda o'rganganlarim menga ko'p endi yordam beryapti. Shu asos bo'ldi-da mening Uyg'ur tilidan dars berishimga, Uyg'urshunos bo'lishimga. To'g'ri, rahmat. Nayt tafsili yaxshi so'zlab berdingiz. Demak, shu yerda o'rganganlaringizning asosida hamda 2005-yildan tortib siz Indiana universitetida Uyg'ur tili o'qitishi va tadqiqoti bilan shug'ullanib keldingiz. Endi bu jarayonda hammamiz bilamiz, men Uyg'ur tili dars o'tyapman hozir Harvard universitetida. Shu sizlar tuzgan o'qimsiz va Qurbonniyaz apandi birlashib tuzgan shu Uyg'ur tili degan 2 tomlik darslik kitobni shuni asos qilib o'tyapmiz hozir universitetlarda. Endi balkim siz yangi kelgan chog'da u kitoblarni yo'q bo'ldi, yo'qlikdan barliq keltirdinglar. Bu to'g'risi biz oldin qaytamda bir suhbatlashdik. Endi mishada endi biz bu Uyg'ur tilini albatta Amerikada shu 2010-yildan boshlaridan tortib bir qancha universitetlar ta'sis qilinib o'tib kelinyapti. Masalan, Indiana universitetida 2004-yil boshlandi deyman, 2005-mi? Kansas universitetida boshlandi shu vaqtlarda. Ondan keyin Seattledagi Washington universitetida bor. Ondan Harvard universitetida o'quvchilarning ehtiyojiga qarab, masalan, shu darsni o'qiyman o'quvchilar bor bo'lsa, bir mavsum ya bir yil mundaqilqi o'tilib ekan hozir qadar. Endi mush birinchi oydan boshlab izchil o'tildiganga sistemalik o'tilib kelyapti. Undan boshqa yana
Madisondagi Wisconsin universitetida O'rta Osiyo tillarininki yozliq darsi var. Masalan, 8 haftada bütün bir yıllık derslik kitap materialini öğrenadigan. Endi shu chet elliklarni asos qilib, ya'ni amerikalik o'quvchilarni asos qilib dars o'timiz bu jarayonda. Ammo bu yerda bir so'raydiganim, buni endi o'zimizning bu balki bu savol desakmi qamlashmaydi. Uyg'ur bolalarimiz, masalan, Amerikada yashayotgan Uyg'ur bolalarimizmi shu darsga kirib o'qisa bo'lamdi, bo'lmamdi. Buning qanday bir foydali yoki bir yaxshi sharoitlari bor? Gülnar Hanım, bu son yaxshi so'radingiz. Menimcha, shu Amerikada oliy maktablarda o'qiyotgan Uyg'urlarimiz bu darslarga o'zini tizimlatsa bo'ladi. Va bo'ladi emas, tizimlatsa yaxshi bo'ladi. Tizimlatishni zarur desak bo'ladi. Evet. Mesela benim hazır bir Uyghur o'quvchim bor, Michigan universitetida. Hazır biz sizin to'rda o'tyapsiz darslarni. Lekin o'tgan yili biz darsni sinfda o'tgan bo'lsakmi, bu bola shu Michigan universitetidan ulanib to'rda dars o'rgangan. Buning ismiga qarab, men siz turkmi desam, chunki mening turk o'quvchilarim burun bo'lgan, yo'q, men Uyg'ur dedi. Bu endi Amerikada tug'ilib ekan bu bola o'zi, lekin Uyg'urchasini endi Uyg'urcha bilmaydi ekan. Endi ota-onasimi maktabga chiqsa boshqa bolalardan endi kam bo'lmasin, to'liq ingliz so'zlasin deb bunga inglizcha so'zlab cho'ng qildimi endi. Shu qilib Uyg'urchasi yo'q ekan bu bolani. Lekin shunchalik xush bo'ldim men. Mana ota-onasiga rahmat dedim. Shu o'zi o'rgatmagan bo'lsa-mu, mana bu Uyg'ur tilini o'rgan bu bola o'zini tizimlatib, mana bu yil Xudoyim bersa bu bola 2-chi sinfni boshladi endi. 2-chi saviyani boshladi. Mana hozir biz to'rda o'tyapmiz. Endi bahorda to'rda o'tamiz. Yozda siz degandek yozlik kurslarimiz bor. Agar ularning vaqti bo'lmasa, yil davomida o'zi aldirash bo'lsa, endi o'zining ishlari bilan, o'qishlari bilan yozda qatnashsa bo'ldi. Bular yaxshi bir stipendiya puli beradi, o'qish mukofot pulini beradi. Yozda kelib shu siz degandek 8 hafta ichida nihoyatda tez suratda darslar o'tiladi. Masalan, bir oy bu bir mavsum, 4 oyning darsini o'tamiz. Kuniga 4 soatdan dars. Har kuni boshqa dars olmaydi bular. Faqat shu Uyg'ur tili. Bu bir bolalar uchun yaxshi sharoitda, to'g'ri. 2 oy faqat Uyg'urcha o'rganadi bular. Nihoyatda tez suratda o'rgatamiz. Albatta bu o'rgangan so'zlarni, materialni hazm qilishga yetarli vaqt bo'lmaydi, lekin kallasiga sip qo'ysak, bu bolalar keyin baribir unutmaydi ekan. O'zi davomli radiolar, bir xabarlarni anglab, bir kitoblar ko'rib, shu biz asosini kallasiga sip qo'ysak, ular o'zlari o'rganib, yana Uyg'ur do'stlar tepib, shunaqa qilib davom qiladi. Endi burun menda o'qigan bolalar, shu menda dars olgandan keyin vatanga berib yashab kelganlarni u yerda endi texnik Uyg'ur tilini yaxshilab, Uyg'ur madaniyatini o'rganib keladi. Shunga biz Uyg'ur yoshlarimizni shu Uyg'ur tilini o'rganishga undashimiz kerak. Ve ben bu fırsattan faydalanıp siz bizim kitaplarını tilga aldınız. Gülnar Hanım rahmet. Bu kitaplarını ko'rsatib qo'yay. Ota-onalarni ko'rsin. Masalan, mana Qurban Niyaz efendi bilan biz mana bu birinchi seviye uchun darsli kitobni ishlab chiqdik. 2013 yılı nashrdan chiqdi bu kitap. Bunun şu audio videolarımı bor. Yerde bilsiz authentic deb bular asli materiallarni yaxshi ko'radi. Shunga vatanda qarindoshlarga zakaz qilib, ular audio video tayyorlab avatgan, shularni kirgizdik. Nihoyatda ko'p rasmlar bor. Bu kitobni ishlatsak, xuddi vatanga borgandek bo'ladi. Va mening o'quvchilarim qiziqish, bu 2-sinfni tugatib, bular berib, ko'rsa mayliqa bir rasm bordi bizda, bir bola non sotgan. Shu bola bilan ko'rishdim Urumchida deydi. Shu. Bu mana 2-chi kitob, mana 2-chi kitob. Demak, bu 2-chi saviya uchun buni Qurban Niyaz ukamiz bilan ishladik. Bu ikki kitob cho'ng 500 necha betlik kitob bo'ldi. Material bu yerda endi mana bu yerda mana CD-larimiz bor. Endi bu bir
Uyg'ur tilini o'rgansa zerikib ketadigan bir kitob emasda, bu interaktiv metod deydi buni. Bu yerda biz ham faqat bu grammatikani tanishtirib, bir tekst berib o'qinglar, bu grammatik mashqlarni qilinglar degan undaq tuzilmaganda bu kitob. Masalan, anglash mashqlari bor, o'yin shaklida tushuntiriladi hamda bolalarga. Shunga hamda burun kitoblar yo'q deydi, hamda kitoblar bor. Mush kitoblarni Uyg'ur oilalarda mush kitoblar bo'lsa. Men nega borsam, mush kitoblarni ko'stib yuraman. Mushni setib olinglar bolalaringlarga deb. Xuddi bir tarafdan o'zim xijolat bo'lmayman, bizning o'zimizning kitobimizni bozorga solgandek. Lekin men deyman bu kitob sizlarga shundoq deydim. Bu kitob o'zi tursin. Buni qarabmi o'rgangisi keldi bolalarning. Rost deysiz. Bu ikki tom kitobningki tuzilishida bir alaylik va yana madaniyat orqali til o'rgatish. Shunday ko'p rasm, ovozliq, qisqa ovozli hujjatlar, undan boshqa videoli hujjatlar bor. Bolalar shu madaniyatning ichiga kirib turib, shu tilni o'rganadi, so'zlashni, ingliz tili. Instruction language deymiz inglizcha. Bizning bolalarimiz bu Amerikada yoki Yevropada shu qaysi davlat yaxshi shu davlatning tilida o'qiydi hamda maktablarda. Masalan, Amerikada ingliz tili asos bo'lib o'rgangan kim, bularning ingliz tili saviyasi chiqib bo'ldi. Shunga bu kitoblarga tushuntirishlar qarab, mana davtibdi, mana qildikanman deb o'rganib ketalaydi-da, hamda bir yaxshi bir qurol foydalanish materiali. Hamda mishada yana shu til o'rganish, ona tili o'qitish to'g'risida fikrlashyapmiz, hamda muhim nuqta mishakka to'xtab qoldik. Hamda o'quvchilarimiz, masalan, ingliz o'quvchilarimiz burun Uyg'ur tilini o'rganib vatanga boradi. Mana 2017-yilning yog'i vatanning yo'li taqaldi, biz boramidik. Qayt u yerga borolmaydigan sharoitda hamda biz bu yerda qanday qilishimiz kerak. Bu shuni so'zlash, fikrlashdan avval hamda sizdan yana bir narsani so'rag'im kelyapti. Men burun sizning bir ijtimoiy to'r Allah vasıtasida e'lon qilgan onamdan qolgan miros degan bir yozmangizni o'qib, men shuna bir ta'sir qilgan. Bu shuni siz nima asosda, nima shunday bir turtki bo'lib, kishini shunday ta'sirlantirgandek bir qisqa yozmani yozib chiqa oldingiz. Bu to'g'risi bir so'zlab beramiz? Rahmat Gulnor, buni yaxshi tilga oldingiz. 8-9 shu Qozog'istondan birisi borganda shu Uyg'ur adabiyot darsligini akirib mana berdi. Men bu kitobimda varaqlab chiqsam, Dog'istonlik shoir, yozuvchi Rasul G'amzatovning ismini ko'rib qoldim. Shunga hayron bo'ldim, endi bu Uyg'ur adabiyoti bo'lsa, endi Uyg'ur adabiyoti tursa, bu Dog'iston yozuvchining ismini nima qildi deb. Lekin bulardan bizda endi burun bu Sovetda chiqqan darsli kitoblarda cho'qim Pushkin, Lermontov deb bir klassik yoki Sovet yozuvchilarning asarlarini kirgizib qo'yadi. Ularning tarjima qilingan asarlarini o'qiydi. Shundan keyin bu shoirga endi berilgan baytlarni qarab chiqib, men endi hayron qolmadim. Nima bu kishini va uning asarini kirgizganligini. Chunki u yerda bular mening Dog'istonim degan asrini kirgizibdi bu kitobga. Demak, bu asarni endi o'qib chiqdim. Shu yerda burun o'qigan esimda qolmabdi ekan. Bu yerda bu shoir shundoq bir beshidan o'tgan, shunday bir ishni yozadi. U Yevropaga borganda Parijda bir rassom bilan uchrashib qoldi. Endi 30 ga yaqin millat yashaydi. Millat endi kichik millatlar. Va bu avar yozuvchisi. Avar endi bu bir millatdan, Kavkaz millatining biri. Shu yerda bir avar rassom bilan tanishib qoldi. Endi bu rassom uni nima qildi? Buni vatandan kelganini anglabmaydi, xush bo'libdi, yig'labdi, uyga chaqiribdi. Shu yerda bu shoir tomda esilgan bir rasmga ko'zi tushibdi. Unda tikilib qaralsa, bu rassom bu avar bir rivoyatiga asoslanib sizg'andi bu rasmni debdi. Qanday rivoyat desa, bir qushni elib oltin qafasga solab qo'ygan. Bu qapas oltin bo'lsa-mu, bu qush
Tuni kecha kunduzi vatan deb sayraydi ekan. Keyin bu rassom debdi, men shu sig'inishda o'tdi debdi. Desa bu shoir nimishqa qaytmaysiz, qaytsangiz bo'ladi desa, men kechikdim Rasul. Burun men shu vatandan o'tliq yosh yurtimni elib chiqib ketib, endi men qiyirgan ustixonlarimni nima deb opiraman debdi. Shunday qilib bu shoir qaytganda bu Kavkazliklar uzoq umr ko'radiganlarda bular ko'p yashaydi. Onasi 100 necha kirib ketdi, hayotgan bu rassomning onasi. Rassom uning oilasini Rasul G'amzatov rassomning oilasini tepib, ularni yo'qlabdi. Hammasi xush bo'pti bu kishining omonligini anglab. To'satdan onasi so'rabdi. Rasul, sizlar avarcha so'zlashdinglarmi? Avar tilida so'zlashdinglarmi? Desa, Rasul, yo'q, biz tarjimon orqali so'zlashdik, debdi. Desa, bu bechora ona shu yuzini qora ro'mol bilan yepib, shu ho'krab yig'lab ketibdi. Ondan Rasul, sen xatolashding. Sen uchratganing mening o'g'lim emas. Mening o'g'lim men avar onasi o'rgatgan tilni unutmasligi kerak edi, debdi. Men yomon ta'sirlanib ketdim-chu, bu onaning ruhidan. Qani mana shunday ruh Uyg'ur onalardimi bo'lsa, mana qarang, hozir men azroq deb o'tdim, bu Dog'istonda bir 30 necha endi millat yashaydi, ularning o'zining tillari bor, kichik tillar endi. Lekin unda sanab chiqsa, bu Dog'istonning aholisi 3 millionga bormaydi, 3 millionga yaqin. Demak, bu 30 necha millatga bo'lsangiz, qancha odam bu tilni ishlatadi demay, bir tilni, balkim 10, 8, 10. Mana bunday ruh bo'lmagan bo'lsa, bularning tillari allaqachon yo'qolib ketadi ekan. Bular shunchalik buni tushuntirib, bu tillarni saqlab qolgan. Ba'zi tillarning yezig'i yo'q, faqat egizcha tili bor. Og'zaki til. Lekin tilini unutmagan. Mana shu Rasul G'amzatovmi ikki tilda yozgan, ham ruscha yozgan, ham avar tilda yozgan. Bu xalq uchun nihoyatda bir muhim ish bo'ldi-da, nihoyatda bir cho'ng to'xtab qo'shdi-da, bu o'zining shu avar ham madaniyatiga, ham adabiyotiga. Shunday qilib men yomon ta'sirlanib ketdim. Gullar, mana sizmi ona, biz o'zimiz shu bolamiz shunday o'qishga chiqib ketib, tilni unutib qolsak, keyin biz ko'rishib qolsak, yo birsi bolamiz bilan ko'rishib, sening bolang shunday Uyg'ur tilini unutibdi desangiz, biz bolalarimizdan voz kechalandik. Mana voz kechmak bak tez endi boshqa, lekin bir nuqta bor. Endi voz kechmayman desak, biz uning bilan suhbatlashamisak, fikrlashamisak, masalan, men ingliz tilini bilmayman, mening bolam chet elga chiqdi, Uyg'ur tilini unutib qolsa, biz qaysi tilda fikrlashimiz uning bilan. Demak, tabiiy holda ayrilib ketamiz degan gapda. Shunday bo'lgandan biz yuragimizga toshni tegib qo'yib, shu avar millatidagi qahramon onaga o'xshash, shu bolalarimizga ona tilimizni o'rganmasa, unga shu talabni qattiq qo'ysak, menimcha oilada ching tutsak, buni o'rgatgan bo'ldi. Biz chet ellikning bolalariga o'rgatyapmiz mana, universitetga kelib, 20 necha yosh, 30 necha yosh kirgan bolalar, men shu O'rta Osiyoni tadqiq qilgim bordi, yo Uyg'ur rayonini tadqiq qilgim bordi, shu yerning tarixini o'rgangim bor, yoki tilini, yo madaniyatini, yo siyosatini o'rgangim bor deb shu rayonni tadqiq qilganlar Uyg'ur tili o'rgangim keladi, shunda yaxshi o'rganib ketadi. 1 yil, 2 yil o'qiydi. Shu materiallarni ko'rgidak, tadqiqot qilg'idak saviyaga yetadi. Demak, biz chet elliklar o'rgatalaymiz demishqa o'zimizning bolalarga o'rgatmaymiz. Bu yerda halqiliq masala yanada oilada. shundoq. Oilada ota-onalarning roli bak cho'ng deb qarayman bunda. Bak cho'ng. Mana men bolaligimni eslasam, shu biz uyda 6 bola edik. Hozirgacha 6 bir inim tugab ketdi, 5 bola hozirgacha hammamizning Uyg'urchasi shunday yaxshi. Kichik inim endi u bolalar bilan ko'chada ko'p o'ynaydi. Endi u chaqda hamma qo'shnilar, mayli o'zbek bo'lsin, tatar bo'lsin, qozoq bo'lsin, ruscha maktabiga borgandan keyin hammasi ruscha so'zlaydi. To'g'ri. Bu bir umumiy tilda biz uchun. Shuni onam inimga masalan, uydan jip akirib desa, inimga kelib, jip degan nima deb so'raydi. Ki o endi lekin baribir tushunsa, tushunmasa onamiz Uyg'urcha so'zlaydi.
Şu kallasiga endi sip qo'yganda hozir bu inim 40dan oshdi. Uyg'urchasi bu tilni unutmaydi ekan. Menining bir yerlarda qoladi ekanda, keyin Uyg'urlar bilan aralashganda chiqadi ekan. Shunga mushu fursatdan foydalanib men shu ota-onalarga, bo'libmi onalarga bir murojaat qilmoqchiman. Murojaat nomi bo'lsin bu. Bolalariga Uyg'urchani o'rgatsin. Agar yosh ota-ona bo'lsa, o'zlari tilni bilmasa, bo'pti mayli O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning ko'pi bu arabcha yoziqlarni bilmaydi. Hech bo'lmasa, mushu og'zaki til, mushu so'zlashishni o'rgatsa, o'zlari bilmasa, mo'minlarning uyiga shu Uyg'urlar, cho'ng Uyg'urlarning bu hozircha qarang, biz tarafda bu Uyg'ur tili O'rta Osiyoda cho'nglarning tili bo'lib qoldi. Yoshlar hammasi Uyg'urcha so'zlaydi. Men shu yoshlardan so'rayman bag'anda. Sen kim desem ben Uyg'ur deydi. Ben chaqchaqilib sen Uyg'urcha bilmaydi ekansan. Sen nimishqa Uyg'ur desem, demak kimligini biladi, unutmagan. Uyg'urcha bilmaydi. Bu endi bizning bolalarimizning aybimi emas. Menimcha ota-onalar chin turish kerak. Ota-onalar chin turish kerak. Shuna men bir Qahar Barat apandining bir leksiyasini anglagandim, bir mahalla qursak deb. Menimcha bu nihoyat yaxshi fikr, lekin Uyg'ur mahallasini qurishga xeyli vaqt ketadi. Mana agar yana men shu bolaligimni asli qo'shni bo'lib turganda, endi mo'minimiz, buvimiz, biz endi onamizni hadi deb cho'ng bo'lgan, dadimizni aka deb, mo'minimizni opa deydik, dada deydik buvimizni. Shunda qo'shni bo'lgandan keyin u chaqda telefonlar yo'q, kichkina bir ishnimi Anam opam endi hadam deydi. Bir opamdan so'rabdi, "Ati bozorga boram" dedi. Mushu gapni so'rashgan, men shu opamning uyiga boratdim. Demak biz doim aloqa qilishib turdik-da cho'nglar bilan. Bu albatta u endi bu mo'minlarimiz ruscha bilmaydi, faqat uyg'urcha so'zlashadi. Bu nihoyat cho'ng ta'sir qildi ekan bolalar uchun. Shu cho'nglar bilan cho'nglardan ayirib etmaslik kerakda, ayrim yashaymiz deb yoshlar chiqib ketib, endi unda qilmaslik kerak. Va bu yerda hozir chet eldimi Uyg'urlar bir-biridan yiroqroq turay demay, mushu yaqinroq tursa, hech bo'lmasa bir ikki oila. Hamma yerda Uyg'urlar bor deb shu yerdan uy setib olsa, yoki uyni setib olgan bo'lsa-mu, bo'lmasa 2 haftada bir qatam shu bolalar aralashib yursa, bu Uyg'ur oilalar bir barbekyada qilib yursa, bolalarga shunday bir muhit yaratib bersak, bu nihoyat bir cho'ng va foydali ish bo'ldi deyman. Rosa, men bu shu bek ta'kidlayman buni, bir Uyg'urlar mahalla qurib, shu to'plashib o'ltiraqlashmasa, bu antropologiya kasbidan bek ta'kidlaydi, madaniyat antropologiyasi. Bir millat, bir qavm qanday qilib yo'qoldi, shu tarqaqlashib, hech kim bilan ko'rmay tarqaqlashib ketsa, yo'qoladi endi. U tilni so'zlamasa, bir yerda bir kollektiv bo'lib yashamasa, o'zaro bir-biri bilan fikr almashtirmasa, yo'qoladi. Shunga endi biz shu diasporadagi chet elda yashayotgan Uyg'urlar mayli qaysi shaharda, qaysi yezida yashayli, mishan 3-4 Uyg'ur bo'lsa, bir yakjam bo'lib, endi bir cho'ng'aroq bir communityni qurishmi hammamizning orzusi, endi bu orzuga yetib bo'lguncha kichikroq bo'lsa, har bir shaharda hech bo'lmasa 2 yo 3 Uyg'ur bor. Endi agar orliq jiroq bo'lib qolsa, hozir degan qatnash qulaylik bo'lib ketdi. Shu bir haftada yo bo'lmasa 2 haftada bir ko'rishibsiz deganga o'xshash. Bolalarni birga o'ynab, Uyg'urcha param qilib, Uyg'urcha tomoq etib yeb degandakchi, shunday qilib faoliyatlarni birga qilib mansimi, shunga jiq ta'sir bo'ladi. Endi bu shu haqiqatan bu oilada Uyg'urcha so'zlashish taladan kirgandan keyin bizning o'ydim shu tuzum bor. Ba'zida biz Uyg'urcha gap qilsak, bolalar inglizcha javob bersa, men anglamadim buni, tushunmadim. Mudim dindavatsa hamda biz hozir vatanda, bizning oila uyning ichki bir vatan hozir bizga. Biz hozir vatanda, shu bu vatanda boshqa tilni qabul qilmaydi deb chaqchaq qilib degandek, shunday amal bor Uyg'urdan so'zlashishga da'vat qilamiz. Undan keyin mening tajribamdan men bu uyda shu dars kitobni bolamga o'tyapman o'zim. O'sha bilan o'qib bolalarga. Ba'zan mashqlarni o'z ishlaydi, men yetaklikdan yerni yetaklab qo'yman. Undan keyin bir haftada yo 2 haftada bir qatam Uyg'urcha kino ko'ramiz, oila bo'yicha birga o'tirib. Kinoni ko'rib bo'lgandan keyin mayli u qanchalik anglab tushunmasin, kinoni ko'rib bo'lgandan keyin muzokara qilamiz. Nima ko'rdik, nimani tushundik, nima bo'ldi bu kinoda ichida voqealigi nima. Ashta har xil bir amallarni qilib,
Shu nima qilsak yaxshi bo'larkan. Endi kitob o'qib beramiz birsimizga. Shu bolaning tili chiqsin debchi men kerak. Masalan, men bolamga kitob o'qib bersam Uyg'urcha. Uningdan sen menga o'qib ber cho'chakni deb uni o'qitaman deganga o'xshash. Uning ustiga hozir to'rlarda behchiq material bor. Har qanday nimani izlasa to'rda aqtos chiqadi. Shuningdek material yo'q, u yo'q, bu yo'q. Hech qanday ma'noyimiz yo'q deyli. Ana tilimizni o'rganmaydiganga hech qanday ma'no sababimiz yo'q desak bo'ladi. Shundoq, to'g'ri dedingiz. Men yana bir gapni qistirib qo'yay bu yerda. Men shu Qahar apandining shu gapini anglaganda bir cho'chak, sizning cho'chak deb o'tdingiz. Shu to'g'riliq deganda bolalarga, masalan, Amerikada bedtime story demdi, shuna hikoyalar o'qiydi deb, bizni Uyg'urlar shuna o'qisak bo'ldi deb. Shu men bu fikrga qo'shilaman. Masalan, o'zlari hikoyalarni bilmasimi, to'rda hozir mana ko'p kartonlar bor, shuni qo'yib bersa bolalar bir anglab, uni ko'rib, keyin uxlasa. Biz kichik vaqtimizda yana shu bolaligimni eslagim kelyapti. Men dedim shu momam, bobomni uyga ko'p borardik, shu yerda men qo'nib qolishni yaxshi ko'rardim. Shu chog'da endi bolalar jiq, boshqa navralarni keladi, hammamiz yig'ilib, mutlaqo uran selib qilamiz. Bizga cho'chaklar aytib beradi. Shu chog'da men shu Chin Temur Boturning shuni hikoyasini shu chog'da anglagandim men. Va o'sha kechda uxlashdan burun aytadigan duolarni hozirgacha yodimda. Hozirgacha shu duolarni aytib uxlayman. Demak, shu bo'g'im mo'mila bo'lsa, ashlarni biz bu tarbiyaga qilsak qo'shib, ulardan jiroq turmay, yaqinlashib, urug' tuqqanlar hammamiz bir kuch chiqarsak bo'ladi. Vatanda hozir Uyg'ur tilini bular yo'qityotdi, Uyg'ur madaniyatini, Uyg'urlarni yo'qityotdi. Shunga chet eldagi Uyg'urlar agar biz mana shunday bolalarga o'rgatmay, bu masalaga sal qarasak, til yo'qolib ketishi mumkin-da. Tilni yo'qotsak bo'lmaydi. Biz tilni yo'qotsak, biz buni ko'p muzokara qilamiz. Yana bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Til yo'qolsa, madaniyat yo'qoladi. Madaniyat yo'qolsa, millat yo'qoladi. Tarixda biz bilamiz ko'p o'lgan tillar, yo'qolib ketgan tillar bor. Sizni bir Qahar tilini misol qilgandingiz. Agar bu tillar o'lib ketsa, buni qaytadan tiklash mumkin emas-da. Tarixda shunday misollar bor, o'lib ketgan, yo'qolib ketgan tillar. Lekin uni qayta tiklanganligi to'g'riliq unda tarixda unday bo'lmaganda, agar til o'lsa, demak, bunga zaruriyat qolmagan. Shu zaruriyat qolmag'achqa uni yana tiklashning hojati yo'q. Shu endi men aytgan gapini qilmayman. Balkim biz shu uzoq kelajakni nazarda tutib, 50-60 yildan keyin bu hozir biz bor so'zlaydigan cho'nglar bor. Ondan bu biz qanday avlodni yetishtiramiz? Allah buyursa vatan ozod bo'lib qolar. Shu chaqda Uyg'urcha biladigan, Uyg'urcha so'zlaydigan yoshlar, olimlar lozim bo'ladi-ku. Shuni nazarda tutib biz bu masalaga sal qaramasligimiz kerak. Til bo'lmasa, hech qanday bir ma'naviy boylikni yaratqili bo'lmaydi. Hammasi shu bir millatning rivojlanishida o'sha til alayda bir muhim bir vosita endi. Lekin biz boshqa tillarni o'rganmoqda demaymiz. O'rganish kerak, bu bir zaruriyat. Masalan, biz hozir Amerikada yashayapmiz, ingliz tilini o'rganish bular uchun bir ortiqchilik emas, zaruriyat. Ingliz tilini bilmasa, bu yerda hech bir rivojlanish bo'lmaydi-da. Shunga ular o'rgansin. Turklarda bir gap bor, bir til bir inson, ikki til ikki inson deb. İngliz tilidan boshqa fransuzchani o'rgansin. Mana bizning Fransiyada qizimiz bor, Dilnur Rayhon. Hem Uyg'urcha ko'p so'zlaydi, o'qiz, hem inglizcha, hem fransuzcha qanday yaxshi ishlarni qilyapti. Bu boshqa tillarni o'rgansa, bu tillar yana yordamchi bo'ladi-da o'ziga. Yana shu Uyg'ur tilini ilgari surishda, Uyg'urlarni, Uyg'ur masalasini shunday ko'proq foyda beradi bu tillar. Shunga bu tillarni mukammal o'rganish kerak. Chunki bu bilim oshirish bo'ladi bularga. Ko'p narsani bular bizmi shu chog'da endi bolaligimizda rus tilini o'rganib, rus tili orqali endi bilim olganda, to'g'ri. Bir tilni o'rgansa, bir yo'l ochiladi, bir darvoza ochiladi. Endi hozir shu turayotgan davlatlar, qaysi davlatda yashayotgan bo'lsak, shu davlatning tilini o'rganish bizning majburiyatimiz. Ammo ona tilni unutib qolmasak bo'ladi.
biz. Ana tili bunun asasida xuddi bir o'g'il sutidan ichganga o'xshash ichardi. Bo'libmi bundaq cho'ng tillardan taraqqiy qilgan millatlarning tili inglizcha, fransuzcha, nemischa buni o'rgansa bo'ladi, yaxshi bo'ladi, yoshlarimiz o'rgansa. Lekin Uyg'ur tilini unutib qolmaslik kerak. Oldi bilan ona tili. Bizda bir gap bor Uyg'urlarda, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi deb. Bunda tarbiyalashimiz kerakki, bolalarni Uyg'ur tili jon bilan chiqsin, unutib qolmasin tilni. Shu. Endi uning ustiga bundan o'ylasak hozirgi sharoitimizda, endi bizning shu vatanda tug'ilib 3-4 yosh, 5-6 yosh va yoki 10 necha yoshlarga kelgan bolalarimiz bor. Hozirgi avlodchi, chet elda yashagan. Endi hozir mishada tug'ilayotgan bolalarimiz bor. Biz tug'ilayotgan bolalarimizga ham vatandan kelgan shu yosh bolalarimizga Uyg'ur til adabiyotini biz puxta o'rgatib bo'lmasak, bularning bolalari tug'ilgan chaqda ular kim o'rgatadi? Mushu hozirgi payt biz uchun intayin bir avlodga kelgan chaqda u texmi tasavvurdi. Undan keyin texmi tasavvurdi. Shuning bilan bu asta-asta yo'qolish qarab ketib qoldi. Shu yo'qotmaslik uchun hozirgi payt intayin muhim amal qilib bir payt bo'lib qoldi. Shundoq. Şuna hem adamlar biz şu özümüz bir hareket qilishimiz kerakda. Menimcha Gulnar biz yana bir yerda sizmi, yana boshqa Uyg'ur tilini o'rgatadigan, o'qitadigan muallimlar bor. Shu oyda bir qatim Uyg'ur tili haftasi qilib, shunday bir to'rda bir muzokaralar qilsak, balkim shu ota-onalar uchun qanday şu ularga azroq bir tarbiya bersakda Uyg'ur tilini o'zi qanday o'rgatsa bo'ladi, bir fikrlar bilan bir paylaşsak, menimcha buni yaxshi bo'ladi. Shu kelgusida bizning shunday bir programmalarni qilsak. Bu yaxshi fikr bo'ldi. Akademiya bu to'g'risida yana fikrlashyapmiz. Bo'lsa, shu Uyg'ur bolalarimizga shu Uyg'ur ana til darsini o'rganish, o'qitish to'g'risida yetakchilik qiladigan bir ziyolilar guruhini tashkillab, siz deganga o'xshash biz 2 haftada bir yoki oyda bir degandek, shu to'g'rida ma'lum bir vaqtni bekitib qo'yib, hafta oxirlarida deganga o'xshash. Shu o'qish, o'rganishda qiynalgan va yoki ota-onalar bolalarga o'rgatishda qiynalgan ahvollar bo'lsa, biz fikir berib, o'zimizning qo'ldan kelishicha yordam qilsak bo'ladi. Shu to'g'risida fikrlashyapmiz. Xudoyim buyursa bu planimiz amalga oshib, yaqinda yorug'likka chiqa. Yaxshi fikrlashdik. Endi yana bir savol so'rab baksam, siz shu 2005-yildan tortib hozirgacha Amerikada Uyg'ur tili o'qitishi tadqiqoti bilan shug'ullanib, mana dars kitoblarni tuzib, izchil dars o'tib kelyapsiz. Bundan boshqa yana albatta tadqiqotmi aytmoqsiz, hamda hozir qo'lingizda ishlayotgan bir tadqiqotingiz bormi? Gulnar, shu men bois deb o'tgandek, burun shu tillarga qiziqib, bo'libmi leksikologiyaga, so'z boyligiga qiziqib, so'zlarning etimologiyasini, shu aniqlab, tillarni selishtirishni yaxshi ko'rardim. Lekin bu yoqqa kelgandan beri dars o'tish bilan yomon ko'p vaqt oldi. Bu darsli kitoblarni ishlash bilan shu oldirash bo'lib ketdim, endi bu ishlar qolib ketdi. Lekin hozir boshqa bir temani, yana bir ilmiy mavzuni boshladik biz. 2014-yili bu bizda Indiana universitetida danliq professor bor, Gardner Bovington. Ko'pchilik taniydi, Uyg'urlar degan kitobi bor u kishining. Shu kishi o'zining darsiga nima bir taklif qilgan uchun, endi Uyg'urlar to'g'riliq leksiyalar o'qiydi, dars berdi. Shu O'rta Osiyodagi Uyg'urlarni bir tanishtirib bersam deb. Shunda qilib men bu darsga tayyorlik qilganimda o'zim azroq qiynalib qoldim. Chunki bu meni O'rta Osiyo Uyg'urlari to'g'riliq biladigan narsalar endi faqat shu oila bilan cheklanib qoldi ekan. Va Olmaotada o'qidim, Uyg'urlar bilan ko'rishdim, lekin yetarli material yo'q ekanda. To'g'riga kirib izdim, baxtim.
Ki oyladım bu O'rta Asiyodagi Uyg'urlar zodi kim? Endi Uyg'urlarni bir-biriga o'xshamaydi çoğu yerde. Yerlik Uyg'urlar deydi, keyin Xitoylik Uyg'urlar deb, shu Xitoylik Uyg'urlar desa mamamning achchig'i keladi. Vatandan chiqqan Uyg'urlardanlar, vatanlik Uyg'urlardanlar debchi. Shu so'zni anglasa xafolab ketadi. Şu biz kichkinamizdan tortib mushunday so'zlarni anglagan tuqchu, yerlik biz yerlik emas, chunki ota-onamiz vatan to'g'riliq ko'p so'zlaydi. Ve hozir masalan O'zbekistonning Uyg'urlarini muzokara qilsangiz, ularni Qozog'istondagi Uyg'urlardan ozroq farq qildi. Chunki bu assimilyatsiya dedik bayam. O'zbek madaniyatini bular endi o'zbek madaniyatidan ozroq bu narsalarni o'rganib, o'zbek so'zlarini kirib ketgan. Qozog'istonda, Qirg'izistonda shu. Lekin biz endi O'zbekistonlik Uyg'urlar, Qozog'istonlik Uyg'urlar deb bo'lmaydi ekanmiz, shu yerlik va vatandan chiqqan Uyg'urlar deb ikkiga ayiradi ekanmiz. Endi yerlik Uyg'urlar ular kim? Ularni burun 200-300 yil burun shu vatandan chiqqan, vatandan O'rta Osiyoga ish bilan borgan Uyg'urlarimiz ekan. Shu 2019-yili men nimaga borganda Qirg'izistonga O'sh, Jalolobodlarga o'tdim. Shu O'shda Qashqar qishloqda, bu Qirg'izchaning Qashqar qishloqda bir qishloq bor ekan, endi bir yezi bor ekan. Yezining aholisi 17 mingdan 11 ming Uyg'ur ekan qarang. Hozirni o'zlarini ular Uyg'ur deydi ekan, lekin pasportida ko'pchilikning pasportida o'zbek deb yozilib qolibdi. Ba'zilarining o'zbek, ba'zilarining qirg'iz. Endi shu burun ular shu pasportida faqat Uyg'ur so'zini ko'rsa, bularni shu turmaga so'raydigan yoki otadigan bir ishlar bo'lib ekanda, shunda bir qo'rqinch nimada yashagan ekan bular. Shunga qo'rqib bular pasportda o'zining millatini o'zgartgan ekan. Lekin hozir bular yana shu kimligini shu bunda bir pasportdan boshqa kimligi bor ularning. Shunda o'zini Uyg'ur qilib yozdirganlarmi bor ekan. Hozir shunda qilib etibdi. Buni anglab men bakmi xush bo'ldim. Demak, bular endi yerlik Uyg'urlar. Ular ya o'zbeklashib ketgan, ya o'ruslashib ketgan. Keyin vatandan chiqqan. Endi bizda shu Xitoylik Uyg'urlar deb kelgan shu kungacha. Şu ular endi 50-60-yillari, mesela mening ota-onam chiqqan davrda, şu Ikkinchi dunyo urushidan keyin chiqqan, Sovetga chiqqan şu Uyg'urlar, ular endi vatanlik Uyg'urlar. Va ular endi bir-biriga ham o'xshamaydi, chunki yerlik Uyg'urlar tilni asosan endi unutib ketgan. Bu Uyg'urlar chiqqandan keyin qandaqdir yana bir Uyg'urlarning hayotida bir o'zgarish bo'lgan, endi tilimi jonlangan, to'y to'kinlarimi endi bu madaniyatmi birga ko'chganda Uyg'urlar. Shu O'rta Osiyodagi Uyg'urlarmi bir tarafdan yaxshi bo'lgan. Endi shunday qilib men professor shu Gardner Boynton bilan so'zlashib, shunday bir projekt qilsak nega qarorga keldik? Shuni cho'nqurroq o'rgansak deb. Shunday qilib 2016-yildan boshlab men 4 yil shu OQAQdan endi 4 yil uda O'rta Osiyoga qatnab material yig'dim. O'zbekistonga berib tuqqanlardan boshladim. Tuqqanlardan boshlab keyin tuqqanlarning yana shu tanishlari, qo'shnilari, hozirmi O'zbekistonda Uyg'ur mahallelari bor. Qozog'istondami, Qirg'izistondami Uyg'urlar o'rtoqlashib bir o'rtoqlashgan bir mahallalar bor. Şu mahallaga bordim, Uyg'urlar bilan ko'rishdim, ularni qanday qilib bu yoqqa chiqqanligi, to'g'riliq har xil ularning hayot hikoyalarini anglab, men lentaga tushirib keldimda, ularning hikoyalari nihoyat qiziq. Lekin endi o'xshash taraflarimi bor. Mesela nima sabablardan chiqqan, lekin chiqish yo'li yana o'xshamaganda qanday chiqqan. Ular qiziq hikoyalarni deb berdi. Endi bu ko'chishda endi birinchi sabab nimishqa Uyg'urlar o'sha 50-yillari o'sha chegaradan o'tishga boshladi.
desek, bu ikki nima bo'lgan ekan sabab. Birinchisi, uni birov dadammi deydi. Dadammi deydi, bu o'rislar tufaylidan biz vatansiz qoldik deb, o'rislarni jiq tillaydi. Hammani shu Lenin toz boshlaganda, shu Leninni tillaydi-ku. Shu revolyutsiya qilib, inqilob qilib deb. Shunda qilib endi birinchi shu Xitoyning zulmi endi birinchi sabab. To'g'ri. İkinci bu Ruslarning tashviqoti, Sovetlarning tashviqoti. Endi u birovga endi tarixda bu O'rta Osiyo endi bu Sharqiy Turkiston bu shu bir region bo'lganda, bir rayon bo'lgan. Uni keyin bular bo'lib bu Sharqiy Turkiston, G'arbiy Turkiston qilib bo'ldi-ku bular. Yoki tarixda shunday terminlar bor, Sovet Turkistoni deydi va Xitoy Turkistoni deydi. Şu Sharqiy Turkistonni. Shunaqa ikkiga bo'lgan. Lekin bunda bir chegaralarni, ancha bir aniq chegara yo'q degan. Masalan, shu inqilobdan keyin ko'p o'sha o'zbek, qozoq, qirg'iz qarindoshlarni inqilobdan keyin bular kommuna davri boshlanganda, kollektivizatsiya deydilar buni. Shu ruscha. Shu yerdagi endi boylar, pomeshchiklar chegarani o'tib shu G'uljiga ko'chib ketgan. Chunki ularni bular mulkini musodara tahdid saptikanda endi shunga oilasi bilan kechisi bular bu tarafga o'tibdikan endi G'uljiga. Keyin bu ikkinchi dunyo urushidan keyin bu Sovet hukumati endi ko'p kishilar, erlar bu so'qishda vafot bo'lgandan keyin bularga endi emgak kuch kerak-da. Shuni o'zining fuqarolarini, masalan, o'zining qozoq, qirg'izlarini yana Sovetga qaytarish. Endi ularning aslida Uyg'urlarni chiqdi. Şu 20-30 yıllar chegaradan o'tib ketganlar. Shu o'zining grajdanlarini ko'chiramiz degan bir maqsad qo'ygan ekan. Shundan keyin bular endi Uyg'urlarni bularning ahvoli nihoyat nacharlashib ketgandan keyin, men intervyu qilgan kishilar dabada shunchalik bir nihoyat qo'rqinchli yillar edi dedi. Har kuni anglaymiz, birsi qamoqqa olibdi, birsini etibdi. Keyin dedi har xil kurashlarni boshladi, 3ga qarshi, 5ga qarshi deb sayrab ichilishlar, bularni sayratib, ondan bularni kurashga elib, shuna qilib biz endi qochib ketmasak, biz cho'qim shu yerda ya qamalatdik, ya etib bizni. Shu majbur bo'ldik ba'zi oilalar. Ba'zilar deydiki, shu chaqda bu Sovet ittifoqining tashviqoti nihoyat kuchli bo'lgan deydi. Ularning hadab bu kinolarni ko'rsatgan, keyin har xil kitob, gazetlarni O'zbekistonda Toshkentda nashr qilib, Olmaotada nashr qilib, jurnallarni shu Uyg'urcha bular shu nimaga avatadigan shu Uyg'ur diyoriga bularni har xil hujjatli filmlar ko'rsatadigan va mening dadam shu chaqda bu kinolarni ko'rib havas qilganda, shu hujjatli kinolarda bu yerdagi Sovetning endi hayoti andoq bir erqida shtaxsa bir erqida Hasan oqidi degan cho'chaklarni so'zlagan ekanda. Shunda qilib bular bu Sovet bunda bir jannat bir yer bo'lsa, endi bu Xitoylar bizni bunda qisib olsa bu yerda. Shu yoqqa berib yashasaqmi bo'ladigan degan bir orzu paydo bo'lgan ekanda, endi bir tarafdan ham bu besim, yana bir tarafdan bolalar uchun shu bularga yaxshi bir kelajak yaratib berish, jinini saqlab qilish degandek. Shu yaqinda men Ahmad Egambardi akimizning o'zining bir aslimalarini birsi ovozli qilib to'rga chiqiribdi-ki, anglaganda bu kishini shu davrni tasvirlab, shu Sovet ittifoqi biz uchun bir ulgu bo'lgan deb aytdi. Va u shu ko'plagan kinolarni tilga oldi, shu kitoblarni va deydi, shu jamiyatda deydi, har xil ko'ngilsizliklar bo'lgan, bir qandaqdir bir tashvish bo'lgan, bir besim bo'lgan, endi shu chaqda Sovetga bo'lgan ishinish, ham qattiq bir cho'qinish, bir ularni bir ulgu qilish, do'rash bir havasi kuchaygan ekanda shu davrda. Mana bu shunday davrda ko'p Uyg'urlar vatanni tashlab chiqib ketgan ekan. Endi 2016-yillar bo'lganda men shu chaqda Uyg'urlar bilan so'zlashganda, endi ko'pchilik nihoyat vatanni seg'inib, qandaqdir bir nima deymiz, bir
bir pushaymon qilgandek ko'rindi-ku menga. Shu chog'da bizning otamiz vatandan chiqib ketmagan bo'lsa deb. Lekin bu shu 2018-2019 yillar bag'inimda bu lagerlar chiqqandan keyin ularning fikri o'zgardi-chu. Shu yaxshimi shu bizning ota-onalarimiz chiqib ketibdi ekan, mana hech bo'lmasa bir avlod Uyg'urlarni biz o'sha yerda saqlab qoldik ekanmiz degan. Shunday qilib bu nihoyatda bir muhim tema ekan. Endi ishlangan bir necha maqolalar bor. Buni bizning Ablat akamiz ishlagan, boshqa professorlar bilan bir necha maqola e'lon qilgan. Hozir biz Ablat akam bilan hamkorlashyapmiz. Shu Xudoyim buyursa materiallar bor. Men bu yil berib, yana Moskvaga berib, shu arxivlarda saqlanib qolgan hujjatlar bo'lsa bir o'rganib kelay degandim. Lekin bu virus sababidan borolmay hammamiz uyda qoldik, hamda so'nib qoldik. Shu kelgusida Xudo bilsa balkim kelar yil shunday bir fursat bo'lib qolar, berib shu yana arxivlarni ko'rib, yana ko'proq bir materiallarga ega bo'lsak, keyin bir natijalarni bo'lib qolar degan umiddamiz. Shu gapim yomon uzun bo'lib ketdi, kechiring. Shunday yaxshi. Demak, siz shu 50-60 yillarda yoki undan burun shu vatandan O'rta Osiyoga ko'chgan Uyg'ur va yoki boshqa shu ko'chgan ko'chmanlar to'g'risida demak birinchi qatimliq birinchi qo'l materiallarni xeli ko'p yig'dingizdan uda 4 yil masalan Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikistonlarga berib Qirg'izistonlar ular bilan fikrlashib ovozli hujjatlarni yig'dingizdan. Endi demak har bir ko'chmanning, har bir odamningki bir hikoyasi bor-da. Hozir menda o'ylab baxsam, bu yerda bizlarning har bir oilaning chet elda yashayotgan har bir Uyg'urning bir ayrim hikoyasi bor. Har xil sabablar bilan chet elga chiqqan. Endi bu birinchi qo'l materialga davlat tekshirish qilib yig'ib kelgankin, endi cho'qim siz professor Baumdon bilan birlikda buni tadqiq qilib, analiz qilib materiallarni natijasi chiqdi. Endi bu shu migration endi inglizcha shu ko'chish Uyg'urlarning ko'chish tarixi yaxshi ham bir muhim bo'lgan bir temalarning birisi ekan. Buni yana bo'lsa biz kelgusida yana bir shunday bir leksiya shaklida o'rlashtirib sizningki shu yerga borgan masalan davlat tekshirishida nim qilgan hikoyalaringizni shu ziyorat xotiralaringizni biz yana sizdan anglag'imiz bor. Xudoyim buyursa bu amalga oshib qolar. Endi siz ota-onangiz 50-yilning oxirlari, 60-yilning boshlari cho'nglar bilan birlikda O'rta Osiyoga ko'chib ekan. Endi shu vaqtdan tortib siz o'zingiz Qirg'iziston tug'ilgan ekansiz. Vatanga berib boqdingizmi? Vatan to'g'risida gap bo'ldi, endi shuni so'rag'im kelib qoldi. 85-yili yo'llar ochildi. Biroz ko'p Uyg'urlar bu Sovetdan vatanga berishga erishildi. Men onam, singillarim, inillarim chiqib berib keldi, men borolmagandim. Lekin o'sha yoqqa vatanga berish fursati men uchun o'sha Amerikada bo'ldi-da. Biz mana ikkinchi kitobni boshlaganda, meni ko'rsatib qo'yay, mana kitobni boshlaganda 2016-yil nashr qilindi. Demek 2010-yılı ben bana bu institut, bizim fakultet hem bizde bir merkez var, şu derslik kitaplarını işleydiğen. Şular beni qo'llab vatanga avatganda men uzoq turamadim. Endi shu bir oyga borgandim, lekin shu bir oy ichida 4 shaharni ziyorat qildim. G'o'jalarga o'tamadim, ya'ni qaytib G'o'jani ko'rmay degandim, lekin boshqa qaytish fursatiga erishamadim. Unda fursatlar bo'lmadi undan keyin. Shu men Turponga bordim. Turponda tuqqanlarimiz bor ekan. Keyin Qashqarga bordim va Xotanga bordim. Endi O'zbekistonda singlim keldi, men bu yerdan bordim. Shu ashada singlim bilan uchrashib, biz birga sayohat qildik. Shu Qashqarda endi mening ota-onam garchi shu G'o'jadan chiqqan bo'lsa, lekin ularning shu ota-bobolari o'zi Qashqarlik ekan. Men vatanga berishdan burun Bishkekdagi Almachamga telefon qilib, dadamning singlisi bor hozirmi bor, shu telefon qilib so'ragandim, tuqqanlarning telefonlarini, bersangiz, adreslarini, ismlarini deb.
Şu bana bir boyumuzdan şu ismini, onun balalarının isimlerini, turgan yazısını bana dep bergendi. Şu bağanda ben bir izdep bakay degendim, lekin izleyemiyordum. Qashqarda doim bizning orqamizdan bir kishilar bizni poylab yurdi de kuzatib. Ular bunda puqrach kiyingan. Lekin nega borsak shu. Endi bu aytgan masjiddagi bordik, keyin oppoq xo'ja maqbarasiga bordik, Mahmud Qashqari maqbarasiga o'polg'ini chiqdik. Shu kishi doim bor, biz nega borsak orqamizdan yurdi-da. Shunaqa qilib bir qitim ular bizni qo'lg'imi oldi. Nimish keldinglar, qarsa biz o'qimaymiz yerlik kishilarga. Shunaqa qilib, shu bizning ota-onamizning vatani, shu ko'yini keldik. Men bir o'qituvchi O'zbekistonda maktabda ishlayman. Shu ota-onamning yurtini ko'ygini keldim deb qutuldik biz. Yaxshi, men bizning kamerani, u chog'da telefon yo'qdi yanimda, lekin kamera bordi, kompyuterim bordi. Yaxshi ularni elib ko'rib, ular biziqa materiallarni jo'natmadi-da, musodir qilmadi. Shunga rahmat deyman men. Shunda qilib tuqqanlarni izlamadim, qo'rqdim. Avarchilik paydo bo'lsa. Shularga bir yomon bo'lmasin deb, endi bu kitobga, mush ikkinchi kitobga shu men o'zim tatgan rasm, videolarni qo'shdik va bu kitobning bosh personaji John bu endi Uyg'ur chin o'g'ilmanda bizning Indiana universitetiga kelib, mukofot puliga erishib, endi vatanga bordi. Shu o'zimning o'sha satrim bu kitobning asosi bo'ldi-da, men Beijing orqali uchdim. Demak, bu birinchi shu Beijingga kelib, John Millatlar universitetini ziyorat qildi, Uyg'ur professorlar bilan ko'rishdi. Ondan u yerdan shu Urumchiga berib, baldo'roq berib, dars boshlanmasdan u o'sha Qashqar, Xotan, Turpollarni ziyorat qildi. Shu o'zimning endi ko'rganlarimni, shu endi Amerikaliklarni kelsa, men ko'rgan ularni ko'rdi, ularni shunday endi tajribaga ega bo'ladi. Shuni ularga texnik yaxshiroq tushuntirish maqsadida biz o'sha bir sayohat qanday deymiz, Johnning sarguzashtlari degandek mana shu janrda tuzdik bu kitobni. Shunga bu o'quvchilarga qiziqroq bo'lsin deb. Endi bu kitobda John bir bloglar yozib mangdi. Nega borsa, mesela Qashqarga borsa bir blog yozadi. Shunda qilib biz hozirgi shu bo'layotgan ishlarni, hozirgi vaziyatni shu Johnning og'ziga sepib qo'ymizda. Keyin endi bilasiz kitobni nashr qilganda bular bir necha nimalarga taqrizchilarga beradi, bir taqriz ilish, fikr ilish uchun. Shu chog'da bir shu kitobni ko'rgan kishi sizlar yaxshi qilmabsizlar. Hamma gapni siyosatga oid gaplarni Johnning og'ziga sepib qo'yapsizlar, bir chet ellik so'zlagandek. Sizlar o'zinglarning fikringlarni qo'shib qo'yishinglar kerak, chunki bu avtorlarning fikri. To'g'ri. Deb shunda bir taklif berdi. Ondan biz ham shu har bir bobda bir necha cultural note deymiz, inglizcha tushuntirib o'tdik-da. Keyin bu kitobni mana masalan bu yoz meni bir shu Xitoydan bir o'zi angliyalik bola ekan, Uyg'urchani o'rgangan. Men bu kitobni zakaz qilib shu buyurtay desam, to'g'rida bu kitob siyosiy bo'lib qolibdi degan bir fikrni o'qidim. Endi ko'pchilik taniydi Uyg'urlar, Jin Bun degan bir bloger bor. Shu o'zining to'r betida bu til o'rgatish kitobi siyosiy kitob bo'lib qolibdi degan fikrni beribdi. Shunga u bola endi ansirab ketibdi. Lekin bu Uyg'urlarni tanishtirarkanmiz, Uyg'urning tilini o'rgatarkanmiz. Bu siyosatdan chetda qilish mumkin emas ekanda. Endi Uyg'ur hozir bu faqat Uyg'ur masalasi bo'lmay, hozir dunyo masalasiga aylandi va Uyg'ur so'zi o'zi bir siyosat hozir. Kim shu Uyg'ur tiliga olsa, endi siyosatga kirdi degan gap endi. Shunday qilib, shunday fikrim bo'ldi. Yani kitap o'tib ketdim, kechiring. Shu men vatanga borganda meni eng chong ta'siriyotim nima bo'ldi deb so'rasangiz, Uyg'urlar shu o'zlaricha shu Uyg'ur diyori, Uyg'ur vatani. Men borganda shu bozorga kirib hayron qolgandim. Chunki bunchalik ko'p Uyg'urni men hayotimda ko'rib boqmabdi ekanman.
Endi Uyg'urlar o'zaro biz aralashamiz, Toshkentdami, Qozog'iston, Qirg'izistondami. Lekin mush ko'chaga chiqsangizlar, bozorga kirsangizlar, Uyg'urcha naqshlar hamma yerda yangrab turadi. Do'konlarda, u yerda, bu yerda kebablar pishib, oshxonalarda shunda puroqlar keldi. Hammasi Uyg'urcha so'zlaydi. Xuddi hammasi bir-biriga qarindoshday. Bir-birini taniydi endi. Qarindoshlikda hamma nima bor. Shuni ko'rib dedim, ha, mening vatanim mana nisha ekan. Mening ota-onam shu vatanda qoqshab o'tib ketganligimi shu bekor emas ekan. Shunchalik ularni sig'inib, mening ota-onam nihoyatda yosh ketdi-da. Shu baribir endi O'zbekistonda turmushimiz yaxshi bo'lsa-mu, lekin bek ko'p qayg'uradi. Qollar qolib ketgan, masalan mening dadamning bir onasining okisi qilib ketgan. Ko'p yig'laydi dadam. Shuni tag'am qilib ketdi, shu tag'am bilan men xo'shlasholmadim deb. Endi tuqqanlarni tugab ketdi. Dadam yana qaytib berishga endi borolmadi. Onam berib keldi. Lekin shu vatanim nerede tug'ilgan bo'lsaqmi, biz endi masalan hozir bizning shu O'rta Osiyodagi endi Uyg'urlar, yoshlar, lekin vatan baribir shu o'zimizning diyorimiz ekan. U yerda tug'ilmagan bo'lsaqmi, shu men vatanni shu o'zimizning Uyg'ur, shu makonimiz Uyg'ur diyorimiz deb bilaman. Garchi men butun O'rta Osiyo mening vatanim desammi bo'ldi. Qirg'izistonda tug'ildim, O'zbekistonda cho'ng bo'ldim, Qozog'istonda o'qidim, O'rta Osiyoga ko'p borman. Lekin shu vatanga bo'lgan o'sha hissiyat yana boshqacha bo'ladi ekan. To'g'ri deysiz. Demak, siz shu Urumchiga tushib, Ko'rik san'at saroylarining oldida u yoqdan bu yoqqa borsangiz, butun Uyg'urlarimiz nag'ma navolar, masalan, shu lenta musiqa lentalari qo'yiladi, kebablar pishib turadi. Nurg'un shu milichmanlar masalan yo'lning ikki yoqasida shu org'ularda meva-chevalarni sotadi bizning qarindoshlarimiz. Bu yerga borgan chog'da siz haqiqatan mana bu mening vatanimkan degan his tuyg'u paydo bo'ldi-da ichingizda. Haqiqatan bu tuyg'u hamda odam mayli biz nerede tug'ilayli, nerede o'sib cho'ng bo'laylik, ona vatan deganda kichigidan ta'lim tarbiya olgan kishi bo'lsa, menimcha vatanga qaytganda shu hissiyatda bo'ladi har qanday odam. Rahmat sizga. Bugun suhbatimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi. Endi oxirida shu oxirlashtiraylik deb o'ylayapman. Endi butun qarindoshlarga, shu ko'rurmanlarga qanday bir yurak so'zingiz bor? Men shu vatanga borganda Uyg'urlarni ko'rib o'ylagandim. Shu chog'da mana bizmi ota-onamiz endi ketmagan bo'lsa, shu Uyg'ur maktablarda o'qib, o'z ona tilimizda ta'lim oldik, oliy maktabni Uyg'urcha tugatdik. Lekin bizga nasib qilmabdi. O'rta Osiyoga chiqib ketib, shu yerda mana Uyg'ur tilini yana shu unutmay, mana hozir Uyg'ur tili o'qituvchisi bo'ldim. Mening yurak so'zim yana saboqdoshlar degan keldi. Dars o'tadi. Qarindoshlar, nerede bo'lmasanglar, shu Uyg'ur tilini unutmanglar. Mening yurak so'zim shu. Bolalarimizga o'rgataylik. Gerçi endi bu vatanda maktabga bormidik yoki bolalarimizni Uyg'urcha maktablarga berolmidik degan bahonalar hozir o'tmaydi. Chunki biz darsliklar yo'q bo'lgandimi, mana tilimizni ota-onamiz Uyg'urcha chiqargan. Hozir sizmi deb o'tdingiz, material nima degan ko'p. O'sha elifbani video qilib ishlab, shunday ko'p. Ota-onalar, sizlarga yana bir qitim murojaatnoma qilmoqchiman. Uyg'ur tilini unutmaylik. Shu yurak so'zim shu. Bolalarimizga Uyg'ur tilini o'rgataylik. Go'zal Uyg'ur tilimiz yo'qolmasin. Nari bo'lmasak, Xudoyim buyursa, shu vatanga yana qaytib boramiz. İnşallah. U yoqqa berish uchun baribir shu o'zimizning tilimizni, madaniyatimizni unutib qolmasligimiz kerak va bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Yashsin Uyg'ur xalqi, yashsin Uyg'ur tili. Shu mening yurak so'zlarim shu. Hammamiz omon bo'laylik. Rahmat Gulnisa xonim. Demak, bizning oxirgi tilkimiz yana barliq onalarni o'shada til o'rgatishga, bolalarimizga til o'rgatishga safarbar qilib so'zimizni oxirlashtiraylik. Rahmat, bugungi suhbatimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi. Vaqtingizni ajratib biz bilan suhbatlashganingizga yana bir qatim rahmat aytaman.
Ma'qul, aman bo'ling. Sizga rahmat. Xo'sh. Aman bo'ling. Mhm.